Ey do'stim, ayrim odamlarga hayron qolaman-de. Ha, nima bo'ldi yana? Tiqilinchda og'irlashib ketib yura olmayapsanmi? Yuribman, tiqilinch bo'lsa ham, lekin ziqna pastkash yo'lovchilar jonga tegdi. Kartani urmasdan bezrayib tushib ketishyaptimi? Ey, gapirma do'stim. Shu arzimagan 1700 so'mni ham to'lamaydi. Lekin qorni ochsa, yerda tegidan bo'lsa ham ovqatga pul topadi. 1700 so'm puli yo'q, lekin do'konga kirib 10 000 so'mga energetik olib ichadi zahariga. O'zini haqqini birovga berib qo'ymaydi, lekin yo'l haqqidan qo'rqmaydi, ey pas. Kunlar ham isib qoldi, endi sekin-sekin konditsionerlarimiz yoqadigan payt kelib qoldi. Oho, yozgi mavsum alohida tema-yu, 40 000 yoki 50 000 so'm bilan muammo hal bo'ladi. Qanaqa muammo u 50 000 so'm bilan bitadigan? Dezodorantni aytibman, bitta olib qo'ysa 1 oydan ko'pga yetadi. Yo'q, u terlab, sasib hammaga ozor berishi kerak. Unaqa befarosatlar ko'p rosa. Ovqatdan pul qizg'anmaysan, bekorchi narsalarga pul ishlatasan, o'zing uchun sasimasliging uchun dezodorant ol, hech bo'lmasa cho'milib yur. Ey, xullas, haydovchilarning orasida ham, yo'lovchilarning orasida ham muammolar bor-de. Muammolarni hal qilishga avvalo insonning o'zida farosat va xohish bo'lishi kerak. To'g'ri gap odamlarga yoqmaydi-de, do'stim. Kimlardir negativ yozsa, demak o'sha odamga gaplarimiz tegib ketibdi. Inson xatodan xoli emas. Ayrim holatlarda kartingizga pul tashlash esingizdan chiqadi. Yana ayrim holatlarda esa karta uyda qolib ketadi. Shunday holatda keyingi safar 2 marta kartangizni uring, qarzdor bo'lib qolmang, lekin degan joyi bor. Lekin kartangizda pul bo'la turib, ataylabdan to'lamay tushib ketish bu pastkashlikdan boshqa narsa emas. Hatto ma'muriy javobgarlik ham bor bunga. Videodagi gaplar agar sizga tegib ketgan bo'lsa, aybni bizdan emas, o'zingizdan qidiring, o'zingizni isloh qiling, yo'l haqqini vaqtida to'lang, salomat bo'ling.